Kim shu etapda bo'lsa eshitib tursin. Ishingiz yurishmaydi. Shijoatingiz bor, g'ayratingiz bor, pul topishim kerak, ota-onamni, bola-chaqamni boqishim kerak degan hamingiz bor. Zo'r o'g'il bolasiz. U yoqqa urasiz bo'lmaydi. Bu yoqqa urasiz bo'lmaydi. Xunaq qilib ko'rasiz, boshqa qilib ko'rasiz bo'lmaydi. Akalar shu etapdan o'tish kerak. Ishini yo'lga qo'ygan, hayot yo'lga tushib qolgan odamlarni qarasangiz, shular ham shu etapdan o'tgan. U kam u, tug'ilib otasining katta pulni ustida yashaganlar. Asosan odamlar shu yo'lda bosib o'tadi. To'g'ri aytyapman kattalar. O'sha etap bo'ladi-da hamada. Yosh yigit juft kerak, uylanishlik kerak, uy kerak, ish kerak. Hamma eshiklar yopilib ketdi, ochilmagandek bo'ladi. Shunda nima qilish kerak? Shunda birodar tushkunlikka tushma. Allohdan taqvo qil, sababini qil. Allohdan farajni yengillik kelishini kut. Sabr qil. Aniq ishon, Robbining va'dasi haq. Shoshilma.